Xo'p do'stlar, hozir keyingi o'quvchimiz oldilariga keldik. Endi ular ayol kishi bo'lganliklari uchun, oilali bo'lganliklari uchun o'sha yuzlarini ko'rsatmasliklarimizni so'radi. Shuning uchun o'sha videoda ham yuzga tasvirlarni ham qo'yib qo'yamiz. Demak, boshlaymiz. Marg'ub opa, avvalambor assalomu alaykum. Tanishganimdan xursandman. Rahmat, mana. Xo'p, boshida ketma-ket savollar berib ketaveraman. Misol uchun oddiy narsalar, hammasiga ochiq-oydin javob berib ketaverasiz. Shu birinchi navbatda o'sha MyFix Pro'ni qayerda ko'rgansiz va nima uchun aynan shu kompaniyani tanlagansiz? Men Instagramda kuzatib borganman sizlarni ko'proq. Ko'p kuzatganman. 1 oy ham emas, 2 oy ham emas, ancha yozdan buyon kuzataman. Sizlarni anaqa videolarni ko'rganman, qiziqardim o'zi tillaga. Xo'jayinimga yetib yurardim, tilla olib anaqa qilsamchi. O'zi onlayn savdo qilardim. Savdoda bilasiz, risk ko'p bo'ladi, ko'p tushib qolish yo yo'qotish. Bunga ko'p qiziqishim bo'lardi. Lekin tushunmasdim, rostdan tushunmasdim umuman. Kirib kelganimda ham misol uchun o'qishga 1 oy o'tkazgan bo'lsam, umuman tushunmaganman. Endi mana o'qib sekin-sekin Xudoga shukr ancha tushunib qoldik. Robot ancha oshirdi bizani. Robot Yechib, mana daromadingizni yechib ketaversangiz, ishonchingiz ortadi-da. Ha. Misol uchun ko'pchilikda men ko'rganman. Ya'ni pul o'zimizda ko'rib turibmiz, u pulni haqiqatan turibdi, ishonchli. Ani yo'qolgani yo'q. Naborot pulni ham yechgingiz ham kelmaydi. Ko'paygan sari yana ishlagingiz kelyapti. Yechib ishlatib qo'yavering, chunki mana ishlatdim, yechib ham ko'rdim, qayta tushirib ko'rdim. Olim aytdilarki, yechingda yana qayta tushiring, anaqa o'rganing dedi. O'rgandim, u narsalarni ham qildim. Investitsiyani ham o'rgatib qo'ydim. Ha, hamma narsa. Ketavering, mana har kuni tekshirasiz-ku. Misol uchun limiti bor, bugun aytaylik $1000 bo'lsa, 1025 bo'lsa qilasan deydi. O'sha qarab tursangiz, kuniga bitta, ikkita, uchtagacha ochadi-da. 1025 bo'ldimi? Qo'shib qo'ysangiz, keyingi savdosigacha qo'shsangiz, unga nisbatan oladi-yu, o'shani hisobiga ko'proq daromad qiladi. Ha, $1, $2 ko'proq oladi. Ha, shunaqa. Keyin yechib ketavering. Mana boya bitta yoshlar ancha katta odam bilan gaplashdim. Ular qo'lda savdo qilganda, misol uchun $400 ketgan, $700-800 ga ham chiqargan yoki undan kattaga ham chiqarganda, lekin yechmayapti-da. Ko'pchilikda bilmadim nimagadir shunaqa, ya'ni daromad qiladi, tayyor pul, ko'p deydi-da, nima deydi, qo'pol qilib aytganda ochiqozlik bo'ladigan boshqa narsa ham ko'proq xohlashadi. Yo'q, maqsad yechishku. Misol uchun, o'quvchilar boshqa narsa, misol offlaynda o'qiganlar bor. $5 mi, $10 mi, $500 mi, qancha bo'lishidan qat'iy nazar, bugun shuncha daromad qildim-da, $100, $50, $200 deydi-da. Sraz yozaman atmetka qilib, yech. Bo'ldi. Yechib, maqsad shu, ishonchingiz ortadi. Misol uchun yechingda mana $200 mi, $200 yechingda ishlating, keyin $200 bo'lsin, $200 yeching ishlating. Ha, misol uchun 30-40% deganmiz u riskini. Misol 200 dan 2 marta yetsangiz, o'sha riskini yopib olasiz. Bo'ldi. Mana shunaqa yechib ketaverasiz. Hozir endi standart tarif bor, VIP tariflar bor, lekin VIP ga endi yuqoriroq. Standart tarifda ham bemalol ishlab ketaverasiz. Minimum 300 dan boshlanadi. O'zingizni ixtiyoringiz bilan. O'zingiz kartangiz, o'zingiz narsangizni o'ylaysiz. Kitob bo'yicha, kitobda nimalar o'rgandingiz, qanaqa bo'ldi sizda jarayonda? Kitobda endi o'qib boryapman. Kitobda tushunish qiyin-ku, lekin jonli darsda ko'proq tushunaman. Jonli dars baribir o'rgatilib, jonlisda qatnashyapsizmi, yozib olgandan keyinmi? Yo'q, jonlisda qatnashaman. Jonlisda qatnashasiz. Qoldirmay qatnashib boraman. Jaloldin akaniki ham, Umid akaniki ham hammaga qatnashib, iloji boricha qoldirmaslikka. Hozir chunki savol-javob bo'ladi-ku. Saqlanib qilinganlar hammasini ko'rdingizmi? Boya ko'rganimda 34 ta bo'lgandi. Yo'q, hali ko'rib tugatmadim, chunki uspet qilmadim. O'zi endi 2 oy bo'lyapti-da kirganimga. Aniq qilishingiz kerak. Darsliklar bor, Gmailga berilgan darslik, Epirus, mana bu jonli darslik bor. Jonli darslik hammasini ko'rib chiqing. Undagi informatsiya ko'p, отдельный daftar tuting, yozing hammasini. Yozing, chizing, esingizda qoladi. Kitobda ham etap-etap olib chiqilgan. Misol uchun oddiy trading haqida nazariy bilim, platforma u yog'i professional qismi. Misol uchun qayerda olinadi, qayerda sotiladi, nimaga narx o'sadi, nimaga tushadi. Ko'pchilik misol uchun YouTube'da yo boshqa narsada ko'radi-da, misol 3 burchak, 4 burchak shunchaki shakl chizadi-da, u bilan ish bitmaydi. Misol uchun buni monitor deb qaraydigan bo'lsak, bunaqasiga vaqt ketadi, bunaqasiga narx chiqaveradi, tushaveradi. Bozorga borsangiz ham misol kiyim olasiz, oziq-ovqat olasiz, olish uchun, sotish uchun qulay narx bor. Bunda ham xuddi shu narsa. Shunchaki, shamlar chizadi-da, shamlar chizgandan keyin odamlar unga chuqurlashib ketib, har xil 3 burchak, 4 burchak, har xil modellar o'ylab topadi. Unaqa emas, faqat shunday gorizontal narx bor, olishga, sotishga qulay narx bor. O'sha narxga, tarixiy narxga nisbatan reaksiya bor. Bo'ldi. Shu Wall Street mohiyati shu. Shu narsani o'rgansangiz bo'ldi. Ortiqcha chuqurlashish, qandaydir sirli narsa yo'q. Aytmoqchi bo'lgan. Ko'pchilik misol uchun Wall Streetdan nima?
Bu ham aslida strategiya emas, aslida bozorni tushunish. Bo'ldi, o'sha narsa. Kirish-chiqish tochkalari bo'ldi. Shart emas, misol chuqurlashib ketishingiz yo yangi bir sirli narsa qidirishingiz, hammasi ko'rinib turadi. Statistika ham qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'sha kitob oxirida ham ko'rsatilgan. Aytaylik, misol oltinni ishlasangiz, oltinni mana sodda eng o'zingiz uchun qulayini tushuntiraman. Oltinni ishlaysiz, to'g'rimi? Time frame tushunasiz, to'g'rimi? 1 soatlik time frame'ga qo'yingda. Trading View ishlatishni bilasizmi? Yo'q, hali. MetaTrader? MetaTraderda Trading View degan Gmail deb Google platforma bor onlayn. O'sha Google platformaga kirasizda, oson. Trading View bu yoqda o'ng taraf pastda O'zbekiston vaqti bo'ladi. O'zbekiston mintaqasi vaqti, Toshkent yoki OTS+5 deydi. O'shanga qo'ysangiz O'zbekiston vaqti bilan har bir sham 18:00 18:00 ga 19:00 19:00 ga to'g'ri keladi. O'shanga qo'yingda mishkani sekin yuritib qarab chiqing. Ya'ni misol uchun 2024 1-yanvardan qo'yingda hammasini sekin qarab chiqavering. Qarab chiqqaningizda o'sha bir kunda misol uchun oltin aynan takroriy bo'ladi. Qaysi vaqtda obedda yuryaptimi, kechqurun yuryaptimi yoki ertalab yuryaptimi degan narsa takrorlanuvchanini ko'rasiz. Keyin faqat o'sha paytda o'tirib ishlasangiz bo'ldi. Kuni bilan 7:24 o'tirishi shart emas. 5 kun ishlaydi. 5 kunning ichida ham misol uchun obedda qaysidir kun kechki ishlaydi. O'sha ishlaydigan joyini bilib olsangiz, keyin nimaga nisbatan ishlashini bilsangiz bo'ldi. Qolgan narsa shart emas sizga. Ya'ni misol uchun nimadir sirli narsa qidirib yotishi shart emas. Eng zo'ri 1 soatlik time frame yoki yarim soatlik time frame O'zbekiston vaqti bilan qaysi vaqtda o'sha oltin farqi yo'q. Birinchi navbatda o'sadi yoki tushadi. Bo'ldi. Ikkinchi navbatda o'sha kuchli darajalar bor, kitob ichida ham. O'sha darajalarga nisbatan qanaqa reaksiya beryapti? O'shani ko'rishingiz kerak. Ana shundan keyin nima qiladi? Shakllanadi sizda. Ko'pchilik misol uchun faqat strategiya, faqat kitob deydi, yo faqat video dars deydi, yo отдельный deydi-da, yo'q. Hammasi birgalikda bo'lsin. Oxirida u narsalarni tushunish uchun statistika. Qachon ishlashini bilsangiz, o'sha bitta instrument qachon ishlaydi, qachon chiqadi, qachon tushadi. Dushanba kuni qanaqa ishlaydi, seshanba kuni qanaqa ishlaydi. Fundamental tahlil bor, texnik tahlil bor. Fundamental tahlilda xohlasangiz yozib oling nimadir. Bu anaqa App Store'da ham bor, Play Market'da ham bor приложение. Shunchaki ana qizil, sariq, yashil ko'rsatib turadi-da. Yangiliklar ko'rsatib ketdi yaxshisi. Ana tortgandan keyin mana bunaqa ko'rinishda MyFixBook platforma. O'shaning ichiga kirasiz. Hozir internetdan yo'q bor. Foyda beraymi? Yo'q, bor. So'chirib qo'yaman. Bu fundamental uchun. Ikkinchisi Trading View. Mana bunaqa yoziladi. Xo'p, Trading View. Ko'rdingizmi? Trading View oxir W bilan. O'shani yozib olsangiz, chunki u erta ishlashingizda baribir kerak bo'ladi. Bu shuni qilaman desangiz. Play Market'dan Kuchli. Shuni bilishingiz kerak. Misol uchun CPI bor, Employment Rate bor, Unemployment fundamental. Bu kerak, bilishingiz kerak. Ikkinchisi Trading View. Professional ishlashingiz uchun, boyagi men aytgan statistikani qilishingiz uchun kerak sizga. O'sha narsani qilasiz, shunda tushunasiz. Shart emas, misol kuni bilan qarab o'tirish yoki qachon nima bo'lishini bilmasdan prosta qarab o'tiraverasiz-da. U foyda bermaydi. Kuchli. Shuni bilishingiz kerak. Misol uchun CPI bor, Employment Rate bor, Unemployment fundamental. Bu kerak, bilishingiz kerak. Ikkinchisi Trading View. Professional ishlashingiz uchun, boyagi men aytgan statistikani qilishingiz uchun kerak sizga. O'sha narsani qilasiz, shunda tushunasiz. Shart emas, misol kuni bilan qarab o'tirish yoki qachon nima bo'lishini bilmasdan prosta qarab o'tiraverasiz-da. U foyda bermaydi. Anaqadan. Aytganim, polniy nima bor? Daraja bor. Darajalar shunchaki zonalar bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Misol uchun YouTube'da ko'rgandek 3 burchak, 4 burchak chizmayman. Faqat olib sotishga qulay daraja. Mana natijalar kanalda ko'rib chiqsangiz, yakshanba kunida qo'yganman, mana bu narsalar yo'q edi. O'sha joylar hal turibdi, mana reaksiyasi. Reaksiya bo'yicha hammasi nima qilyapti, ishlayapti. Shu narsani o'rgansangiz bo'ldi. Mana shu narsani to'g'ri chizish, shunga nisbatan to'g'ri reaksiya. Boshqa narsa kerak emas sizga. Murakkab qandaydir strategiyalar qilish shart emas. Bu Trading View. Buni kompyuterda qilganingiz yaxshi. Tagida o'ng taraf mana bunaqa misol uchun monitor bo'lsa, o'ng taraf pastda vaqti bo'ladi. OTS+5 ga to'g'rilaysiz, ustiga bossangiz chiqadi. +5 tanlaysiz. Karachi bo'lishi mumkin, Toshkent yoki Ashxobod vaqti. O'shanga qo'yib olasiz. Qarang, notebookda analiz qiling. Telefonda ishlang, chunki qarang, oddiy narsa-da. Mana bu ekrani, telefonning ekrani 1, 2. Bu joyda ko'rsatib ketaman. Trading
View. Xo'p. Gmailingiz ulangan bu yerga. Hozir birdaniga agar noqsa ulab ketaman. Hozir bu boshqa akkauntda, telefonim boshqa akkauntda. Telefonda trading view bormi yo'qmi? Trading bor. Trading view. Anaqa. Yo'q, u yo'q. Ulab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda Gmailingiz bor ekan-ku. Aha. M bilan chiqib turibdi. O'sha Gmail bilan ulab olsangiz bo'ladi. Hozir mana bu yoqda to'liq ochsin. Xo'p, ko'zingiz ortmasligi uchun qoraytirib olsangiz, ko'rdingiz? Mana bu joyda pari topasiz. O'chirasiz. Mana how used turibdi sizda. Gold. Mana shu ism bilan davom ettirasizmi deyapti. Ana tepada plus 5, 30. Karachi, Ostona, Ashxobod farqi yo'q. Ashxobod. Enter. Bo'ldi mana O'zbekiston vaqti bilan to'g'ri keldi. Ko'rdingizmi? O'zbekiston vaqti bilan to'g'ri keldi. Endi qiladigan ishingiz bu sizga faqat sabr bilan o'tirib qilib chiqishingiz kerak. Chunki real foyda beradi. Mishka olsangiz mana buncha tez bo'ladi sizda. Xo'p. Time frame'ini ochadi. Hozir unisini ham ko'rsataman. Xo'p, qanaqa savollaringiz bo'lsa so'rab olishingiz mumkin. Takrorlanuvchanlik. To'ppi hozir aniq daraja bor-ku. Darajani qilolmay qiynalyapman. Daraja qilinglar dedilar Jaloliddin aka. O'tgan darsda. O'sha narsani realniy anaqa uyga vazifa berganlar bittada chiqmaydi. O bittada bo'lmaydi hech kim. Menda ham bo'lmagan, sizda ham, chunki u darajani o'zini turlari bor-da. Misol uchun anig'i bor, noaniqlari bor. Misol uchun klavish suzuvchi deydi yoki zerkalniy deydi. Mana shunaqa daraja turlari bor-da. Shuning uchun ko'proq ko'raversangiz chiqib kelaveradi. Mana to'g'rilab qo'ying. Kirib turadi. Ko'proq ko'rishingiz kerak. Mana hozir 1 soatlik time frame ko'rsatdim-ku. 1 soatlik time framedan pastga tushish shart emas. Oylik, agar Jamol akaning darsini ko'rgan bo'lsangiz, oylikda, haftalikda, kunlikda ishlaysan deydi. Oylik, haftalik, kunlikda ishlaysan, o'sha nima bo'ladi deydi. Asosiy trend yo'nalishi bo'ldi. 4 soatlik, 1 soatliklar savdo qilish uchun. Katta time'da ham savdo qilsa bo'ladi, agar sabringiz yetadigan bo'lsa, misol uchun bir necha kun, bir necha haftalab savdoni ushlashga yetsa. U investorlarga dedilarmi? Ha, shunaqa uzoq vaqtli bo'ladi. Uzoq vaqtda. Siz uchun siz uchun taxminan misol uchun 1 kunlik savdo yetadi. Boyaga aytganim bor, 1 soatlikni qilasiz. Xo'p, yana boshiga olib keldi. Xo'p. Nimadir deb yozib qo'yaman, keyin o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Chunki hozir registratsiyani o'tib qo'ysangiz, keyin anaqa qilib o'tirmaydi sizni. Internet hisobiga. Bu yerda ham mana bunda davom etib ketaveradi. Sizdan so'raydigan bo'lsa, shu Gmailingiz orqali kirib olsangiz, keyingi safargilarda so'ramaydi shunda. Internetdan chiqib turing. Xo'p, bu yerda asosiysi trading view MyFX book sizga keraklisi MetaTrader savdo qilish uchun. Xohlasangiz trading viewda analiz qilingda, telefonda ochib yopishingiz mumkin MetaTrader 5 ta. Chunki tezroq, qulayroq agar sizga shu qulay bo'lsa. Shuna qilishingiz mumkin. Keyingisi o'sha kitoblarni tushuntirdim-a? Ketma-ketligi bo'yicha nima qilishingizni. Kitob alohida emas. Misol uchun agar boshida umumiy bazaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kitobni bir sidra polni o'qib chiqing o'zini. Undan keyin keyingi anaqalarga o'ting, keyingi etaplarga o'ting. Lekin o'zi misol uchun trend mavzusini videoda ham trend mavzusi bo'lishi kerak, daftarda ham, jonli darsda ham trend mavzularini ko'rib chiqing. O'sha mavzu bo'yicha savol bering jonli darsda. Mana shunaqa qilib rivojlanadi. Robotdan misol foyda qilgan bo'lsangiz, foydangizni o'sha qismini yechingda o'zingizga misol
o'sha boya aytgani monoblok olishingiz mumkin. Kattaroq monitor ishlaysiz. Realni o'sha tradingdan topgan pulingizdan olyapsiz-da. Ham ishonchingiz ortadi, ham ishlaysiz. Ham kattaroq monitor bo'ladi, kichkinaga qaramaysiz. O'sha misol monoblok bo'lsa, faqat klaviatura bilan ishga olsangiz bo'ldi, yoniga qo'shib o'tirib ishlayverasiz. Bu kirdi. Xo'p, mana bu qismda sozlab qo'yaman. Ekonomik kalendar degan joyi bor, bo'ldi mana. Bu yoqda o'sha O'zbekiston vaqtiga sozlangan bo'lishi kerak. Kompyuter 12 soatlik o'tkazilgan ekanda. Bu joyda 5 deyapti-yu. 5 bu 17 yu o'zimizda. Prosta bu 12 soatlik bo'lakda ajratyapti. Kech paytda. Bu 12 soatlik bo'lak bilan hisob-kitob qilyapti, shuning uchun. Mana bu joyda agar to'g'rilab bo'lsa, bosib ko'raman. Yo'qmi? 12 soatlik bo'lak bilan mana 17 yu 30 da bu. 5:30, 17 yu 30 da mana chiqqan yangiliklar. Ko'rdingizmi? Mana yangiliklar, qizillari siz uchun muhim. Bo'ldi. Shularni kuzatasiz, qanday chiqishini kuzatib ko'rasiz. Bu yerda 1 soatlik time frame da sizda Xo'p. Mana 1 soatlik time frame bo'yicha boyagi joyi bor, chiqqanda yana Gmail ga bosib kirib olsangiz bo'ladi. Shular bo'yicha sekin o'tkazib endi mishka bo'lsa, men buni ancha oson bo'ladi-da, prosta surish mishka bilan. 20:00 soat nechilarda narx tushgan chiqqanligi. O'sha narsalarni bilib olsangiz bo'ldi. Kitobdagi mavzular bilan birlashtirasiz. Xo'p, bu narsasini tushuntirdim. Asosiysi o'sha TradingView, MyFixBook, MetaTrader. Xo'p, yana savollaringiz bormi? Savollaringiz bo'lsa, bemalol so'rab oling hammasini. Yo'q, hozir bunga tushundim. Shu bitta shu darajaga tushuna olmayman deb qaramagida. Ana Jamoliddin akaga darsga qo'ymayman deganlariga hech daraja. Chunki ko'pchilik uyga vazifa beryapti, qilmayapti-da. Qayta savol beryapti. Chunki u ham misol uchun vaqtini ajratib shuncha bilimni beryapti, lekin to'g'ri tushundim. Ko'pchilik qilmayapti. Rostdan ham men atayin so'rovnoma o'tkazdim, 3000 ta, 2000 ta, 3000 ta odamdan ham itogo 300 ta, 400 tasi ovoz beradi, o'shandan 30 ta, 40 tasi, ya'ni itogo 1% gina odam bajaryapti. Natija ham shunga yarasha bo'ladi. Endi bizga yengimiz, u yerda 1 yillik, 6 oylik bolalar bor ekan. Ular ham daj bilmayapti-da. Bajarmaydi, chunki misol uchun aytiladi, nima qiladi? Misol qayta Jamol aka ham ko'rgan bo'lsangiz yozyapti-da, shundan keyin ham prosta dars ko'ryapti-da, bajarmayapti. To'g'ri. Undan keyin misol realni olib qo'ygan qanday natija kutish mumkin? Men ham dangal aytaman, misol bajarmagandan keyin qiyin masala, o'zidan o'zi natija o'qib ham, yo kitob o'zidan o'zi turgani bilan o'zidan o'zi natija bermaydi kitob. Shunaqa. Internetdan nima bo'lyapti? Xo'p, qarang. Boyaga agar ochiq bo'lsa, unaqadan tushuntiraman sizga. Chunki u ochguncha mana darajalar qarang. Bu daraja. Ko'rdingizmi? Mana chizib qo'yganman mana qayerdan olganim. Narx shu joydan ko'tarildi, shuning uchun oldim. Mana bu yoqlardan kelyapti darajalar mana. Bu yerdan narx ko'tarildi, bu yoqda reaksiya berdi, shuning uchun oldim. Mana bu joyda ham daraja bor edi. Reaksiya bergan, shuning uchun oldim. Reaksiya berdi. Mana bu joyda ham bor edi. U ham reaksiya berdi. Bu ham reaksiya beryapti. Ko'rdingizmi? Mana o'sha natijalar kanalida ko'rsangiz, mana bu yerdaligida narx olinganda, ungacha mana reaksiya berdi bugun. Borib qaytib keldi. Bo'ldi. Xuddi shunaqa nima qilishingiz kerak? Darajalarni o'zini oddiy mana bu maksimumlar bor, mana bu minimum, mana bu maksimum. Maksimum minimumlarga qo'yib chiqsangiz ham o'z darajalar chiqadi. Daily time frame. Bo'ldi. Uni endi ko'rib qilsangiz, darslarda qatnashib, endi siz endi ishni endi boshladingiz-ku. Darslarda qatnashib, kitob ko'rib qilsangiz, keyin kelib chiqadi. Anaqa qiladi. Yozib ketavering hammasini, bajarib ketavering. Boya aytganda, agar sizda misol uchun umumiy tushunchani bilmayotgan bo'lsangiz, o'zi nima bor trading ichida deganni, kitobni qo'yib turib, o'tirib, bir sidra varaqlab o'qib chiqing, nima bor ekan deb. Umumiy sizda tushuncha hosil bo'ladi-da, keyin boshdan boshlaysiz. Keyin boshdan boshlaysiz, o'shadan to'g'ri bo'ladi. Xo'p. Bu endi menimcha internetni ochguncha vaqt o'tadi. Yana qanaqa so'raydigan joylaringiz bor? Shu
shu bo'ldi. Ancha narsaga tushunib qolganman, o'zi kitobdan ham o'qib tushunyapman. Tushunmagan narsamni. Hozir endi tugatib olaveray kitobni, o'shanga qarab savol keyin kelib chiqadi. Kitobni ham faqat bir marta emas, misol uchun bir marta o'qingiz umumiy tushuncha, qayta ha. 2 marta, 3 marta o'qigandan keyin qayta kelib chiqaveradi. O'shani hisobiga hali tugatganim yo'q-da. Bitta tushunmaganimni ertasiga yana qaytarib o'qib, keyin yozyapman. Hozir bizda ham ayollarda ham Shahnoza opa bor, yana bitta to'g'ri. Venera opa degani bor. Ular yangi Venera opa, hozir o'sha statistika berib yuborganman ularga. Ikkita uchta mana shunaqa 30-40 yosh orasida ular yoshi. Shahnoza opani o'zi ham hozir 500 ni уже 5000 dan oshirib stabilni ishlab kelyapti-da. U yoqda ham Venera opa bor, u endi tayyor bo'lyapti. Unga hali men statistika berib yubordim, chunki hozir birdaniga real shot o'tkazsam, qattiqdir xato qilib qo'ymasin dedi. Shuning uchun bosqichma-bosqich ko'pchilik da ko'p pul qo'ysang ko'p daromad bo'ladi, yo'q, birinchi yo'qotmaslik o'rganish kerak. U biznes. Misol uchun do'konchasini nima qilasiz, birinchi pulni yo'qotmasin. Shunaqa. Mana robotda foyda qildingizmi, o'sha 1200 mi? Misol monoblok ko'ring, misol $400 mi, $500 mi qancha bo'lsa ham o'sha puldan yechib turib, misol monoblok olib turib, o'zingiz qo'shimcha o'rganishingiz ham mumkin. Robotingiz ham yoqda qolgan summasi bilan ishlayversin. Realniga o'tishga cho'chiyapman, to'g'risi. Yo'q, realniga to'g'risi ishlayapman. Yo'q, realniga to'g'risi hali borsiz. Hali bor. O'shaning uchun demoda anaqa ishlab ko'ryapman-da, hali chunki unaqa ishlab ko'ring, misol uchun demoda ishlab ko'ring, qayerda o'xshaydi, qayerda o'xshamaydi. Mana 1 soatlik time frame bor-ku. 1 soatlik time frame bo'yicha mana bunaqa surib o'tkazsangiz ko'p narsani tushunasiz. Daftaringizga yozing, soat 12 da yurdi, 1 da yurdi, 12 da tepaga chiqdi, 1 da pastga tushdi deb. Yozib boring. Yozib borasiz. O'shandan keyin kelib chiqadi, sizda umumiy takrorlanuvchanlik chiqadi. O'shandan keyin misol uchun necha soat impuls bo'ldi mana? 2 ta impuls bo'ldi mana, 1, 2, 3 ta impuls bo'ldi mana, 1, 2, 3 ko'rgan bo'lsangiz, 2 ta, 3 ta, 4 tadan oshmayapti. Tushundingizmi? Ya'ni mana 1 soatlik time frame boshidan kirdingizda 1, 2, 3, 4 soat boribdi, yura olmasligi boshladi. Bo'ldi, to'xtaydi, savdoni yopib chiqib keting, bo'ldi. Shartta emas, uni kutib, mana bunaqa holatda emotsiyaga berilib o'tirishingiz. Bitta yuradiganini oldingiz, bo'ldi, yetadi, chiqasiz. Shunaqa. Shuning uchun, misol uchun robotdagi faqat robotda pul kiritganda, chiqarganda yoki yechgan paytda riskini to'g'rilab qo'yadi. Ular misol uchun $1000 edi-yu. Aytaylik $500 yechib $700 qoldiradigan bo'lsangiz 1200 dan. O'sha $700 ga moslab riskini to'g'rilab qo'yish kerak, supportga aytishingiz kerak uni. O'sha riskini to'g'rilab, bo'lmasa u $700 shot bilan $1000 ga nisbatan risk qiladi. Shu uchun to'g'rilattirib qo'ying-da, agar yechadigan bo'lsangiz. Yo'q, aytdim uni. Olim darrov menga ayting dedilar, xo'p dedim. Olim aka support Aziz bor, Azizxon bor, Olim bor, Olim aka bor. Hop, shunaqa qilasiz. Asosiysi men maslahatim shu robotdagi pulni ma'lum bir qismini yechingda, monoblok olingda, o'tirib mana trading view ko'ring, ekonomik kalendarni ko'ring, raz maqsadingiz jiddiy bo'ladigan bo'lsa, MetaTraderda real shotga shoshilmang, shart emas. Misol uchun hozir undan ko'ra o'sha real shotga tiqib, misol uchun bilimsizlikdan qilib qo'yadigan minusingizga undan o'tirib ishlashingizga sharoit qiling. Xo'p. Jamol akaning darsida ham qatnashing, har qanaqa savolingizga javob bera oladi. Hammasini yozib, chizib boravering. O'shanda ishonchingiz ortib boraveradi. Shunaqa. Boshdan ko'p pul shart emas. Muhimi tushuning, yo'qotmaslikka o'rganing, keyin boshida $50 kiritib ko'ring. Ana u prosta ochib ko'rasiz, $50 kiritib, his qilasiz o'zingizni real shotda qanaqa his qilyapman. Yo'q, prosta plyusda qanaqa his qilyapsiz, o'zingiz minusda qanaqa his qilyapsiz. O'shanga qarab agar o'zingizni his qilishingizdan misol uchun emotsiyaga berilib ketadigan bo'lsangiz, bitta ikkita ochib sal nima deydi, emotsional moslashib oling. Ko'pchilik birdaniga katta real shot ochadi-da, keyin ana plyus minusiga ko'rib turadi ko'zi bilan. Emotsiyasi chidolmaydi. Shuning uchun birinchi kichkina shot ishlab ko'ring, emotsiyangizni sozlamangda, keyin sekin katta orttirib olishingiz mumkin. Katta orttirganda ham qanaqa 300, 400, $500 dan oshmasin birinchi shotingiz. Birinchi $50, $100 gacha, keyin $400, $500, ya'ni $50, $100 ni yo'qotmasangiz, keyin $400-500 bilan o'sha o'zi $500 bilan to'g'ri ishlasangiz, o'sha bilan sekin olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Shunaqa boshida shart emas unaqa. Misol uchun hozir uy sotdan boshqa narsa deyapti. Yo'q, misol birdaniga hali robot ishlayapti. No robot ham yangi hali. Misol uchun broker ham chet ellik. Ikkinchidan misol uchun o'zingiz akkauntingizga tiqadigan bo'lsangiz, hali o'zingiz kichkina shotni ham boshqaradigan darajada emassiz. Shuning uchun men maslahat bermayman hozir pul kiritish. Misol uchun to'g'ri, Instagram yo boshqa narsada ko'pchilik aytishi mumkin, pul kirit, ishlaysan, boshqa narsa o'yin emas-da bu. Chunki men o'zim ko'rganman, men ko'plab odamlarni ko'rdim, emotsiyaga bilan boya yosh katta inson gaplashyapman. Misol uchun $400 kiritdim deyapti, $700 bo'ldi. Men savol berdim, nima uchun yechmadingiz?
ko'proq qilaman dedi. Xo'p, nima uchun yechmadingiz? Tradingda ham shunaqa. Tradingda pulni to'g'ri boshqarsangiz, 10 ta savdo ochsangiz, shuni 5 tasi plyus bo'lsa, 5 tasi minus bo'lsa, yetadi pulni to'g'ri boshqarsangiz. Aytaylik, $10 kiritsangiz, bu yoqda $50 ketadi. Bu yoqda 1 ga 3 nisbatda qo'ysangiz, to'g'ri savdoga kirsangiz, bu yoqda даже 1 ga 2 dan olgan taqdiringizda ham baribir pulingiz aylanib keladi-da, minus qilmaysiz. 1 ga 3 ta oladigan bo'lsangiz, bu yoqda 150, bu yoqda 50 yo'qotasiz, baribir 100 topgan bo'lasiz. Xuddi shunaqa, u risk menejmenti bo'ladi. Shuning uchun shoshmang, o'rganing, etap o'zi yetib kelish, o'sha tayyor bo'lganingizda his qilasiz. Keyin kichkina shot bilan ishlaysiz, emotsiyangizni to'g'rilaysiz, undan keyin keyingi bosqichga o'tsangiz bo'ladi. Ungacha katta shot o'ylamasangiz ham bo'ladi. Ungacha kiritmang. Ikki xili bor, misol uchun broker bilan ishlash bor, prop kompaniyalar bor. Uni ham ko'rib chiqing, misol uchun prop investitsion kompaniyalar. Ularni ko'rib chiqing, brokerskini ko'rib chiqing. Hammada har xilda, kimgadir prop yoqadi, kimgadir o'zini realniy shot yoqadi, kichikroq bo'lsa ham. Shu narsalarni ko'rasiz. Lekin men bu 1 soatlik time frame degan qilib chiqishingiz kerak. Chunki statistika qilasiz, qayerda qanaqa ishlaydi, mana darajalar oddiy ko'rdingizmi? Mana bu joyda ko'rinib turibdi, shunday ko'z bilan ko'rganingizda ham. Shunday turibdi, o'sha joydan tushyapti narx. Bo'ldi. Mana bu joyda ko'rgan bo'lsangiz, turib ko'tarilib ketyapti. Turib, mana bu joyi yorib ko'tarilib ketyapti. Kitobda ko'rsatilgan bu yorib o'tishi, mana bu yorib o'tolmasligi, aldamchi yorib o'tish bu proboylar. Grafikda ham ko'rib ketaveringda 1 soatlik time frame, ham kitobni o'qib ketavering. Siz 1 soatlikda ko'rasiz grafiklarni. Kitobda o'qiysiz, ko'proq tushunasiz. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, yana bormi savollaringiz? Menda bo'lsa tushuntirib beraman hammasini. Aniqiga ko'proq slif bo'ladi-ku, pul aniq risk qilgan paytda. Nimaga e'tibor bermasa bo'ladi? Qarang, katta risk qilgan paytda birinchidan, misol uchun boyagi inson ham aytayapti, $400-500 bilan bir lot ochdim. Вообще-то bir lot $100,000 balanslar. Sizda $100 balans bo'lsa, 0.01 ochishingiz kerak. Bo'ldi. O'shanda eng minimum yetadi. $200 bo'lsa maksimum 0.02, ya'ni 0.2 degani bu bir lot 100 ta desak, bo'lakcha, o'sha 100 ta bo'lakchadan $100 bo'lsa, o'sha 100 ta bo'lakchadan bittasi. Shunaqa bo'ladi. Lekin misol uchun shot kod tortib $500 ga nisbatan ham, lekin уже $500 larga borgandan keyin sal 0.3-0.4 dan oshmaydi. Misol uchun $10,000 ga nisbatan ham 0.10, 0.15 yoki 0.20 ochishingiz mumkin. Bir lot bo'lib ketmaydi o'shanda. Bir lotlar u 100 ming uchun. Chunki Mametda hozir oltinning o'zida ko'radigan bo'lsangiz 80 dan 13 gacha chiqyapti-da, 200 punktdan oshiq. U degani уже $2,000 dan oshiq bo'ladi-da. U $100,000 shotlar uchun. Ko'pchilik xato qiladigan narsasi birinchidan lot hajmini bilmaydi. Lot to'g'rilamaydi, ha. Ikkinchidan stop loss yo'q, boyagi insondan so'rang, stop loss yo'q. Uchinchidan qayerda kirib, qayerda chiqishni bilmaydi. Birinchi navbatda qayerda kirish chiqishni biling. Oltinni qachon qattiq ishlashini biling. Boyagi aytgan 1 soatlik time frame, stop lossni qayerga qo'yishni biling. Bo'ldi. Maksimal darajada minimum lot bilan ishlang. Bo'ldi. Siz o'sha pul yo'qotmasdan ishlaydigan darajaga chiqqaningizcha eng minimal 0.01 oching. Real shot ochasiz, farqiga misol uchun $400-500 $100 0.01 bo'ladi. 100 dan 1. 100 dan 1 bo'lakchani oching. O'shanda nima bo'ladi? Pul yo'qotmaysiz. Misol uchun, men bu joyda zo'r yurib ketgani ham, bu yerda mana bu katta harakat ham $20 bo'ladi. Shunaqa, o'shanda yo'qotmaysiz. Lekin ko'pchilik unaqa qilmayapti. Даже aytayapman, qayta-qayta yo'q, stop qo'y, yo'q qilishing kerak desam ham yo'q, bajarmayapti. Даже biladigan insonlar ham. Bu yog'i emotsiya ham. Bu yog'i o'zingizdan boshqara olishdan. Ko'pchilik o'ylaydi, faqat strategiya, yo'q, faqat strategiyani o'zi yetarli emas. O'zingiz boshqarishingiz kerak. Chiqib ketish ham kerak. Vaqtida chiqib ketish kerak. Vaqtida to'xtatish bilish kerak. Oltinda ham, misol uchun, mana bu holatda ertalab ochildi savdo, ertalab ochildi, pastga qarab nima qildi? Tushishni boshladi. To'g'ri ko'rsataman. Xo'p. Bugungiz savdo ochildi. Xo'p, 917 dan ochildi. Savdo ochildi-da. Qarang. Savdo ochilyapti. Keyin mana bu yerlarga kelganda chiqib ketdim, bo'ldi, yetadi deb. Yana qaytib o'sha joyga borib qoldim. Yopmaganimda hozir yana o'sha misol uchun arzimagan pul yoki minusda bo'lar. Ya'ni profitni olib chiqib keting, bo'ldi, tamom. Shart emas. Xo'p, agar savollaringiz bo'lmasa, endi sizlar ham ortiqcha kechib qoldi, vaqtinglarni olib o'tirmaylik. Rahmat, ancha tushundim. Qisqacha misol uchun, qisqacha nimadir gaplaringiz bo'lsa, gapirib berishingiz mumkin.
oxirida tugatish ma'nosida. Uni tugatadiganday qilib. Yo, ancha qiziqishim ortdi. Yaxshi, ana oldingiga nisbatan. Boshida menda ham anaqa bo'ludi. Tushunmas ekanman, baribir bo'lmas ekan, undan chiqib ketaman. Yo'q, bunda qila olmayman deb anaqa qiluvdim. Yo'q, qiziqish yana o'qigan sari anaqa bo'rar ekan. O'ziga anaqa bog'liq ekanda. Aslan. Qiziqib yozib, ko'pchilik pram real shotga o'tishga harakat qiladi. Yo'q. Hozir gruppada ko'pchilik mana anaqa o'zim gruppamizda yozyapti-ku, prямой efirda ham anaqa deb men tushunmayman, yengiman, olganimga anaqa ular prямой kirib, biz ham shunaqa bo'lganmiz. Boshida to'g'ri, bir oylikda shunaqa bo'lganmiz. Aytganman xo'jayinimlarga, "Yo'q, bo'ldi, men eplolmayman." Men qiziqmadim, o'sha bo'ldi. Tushunmayman, umuman tushunmayman shag'amlarga dedim. Keyin yo Jaloliddin aka shag'amlarni tushuntirib bergandan keyin, ana yapon shag'amlarini o'sha sekin tushunishga harakat qilib anaqa bo'ldi. Qiziqish boshqatdan anaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ladi. Ko'pchilikda, misol, men o'zimda ham, realni aytaman, 17-18-yillarda shu boshda boshlaganimda 1-2 oy boshlab, keyin o'sha qila olaman, hammada bo'ladi. Men aynan atayin so'rab ko'rdim, hammadan so'rab ko'rdim. Nima bo'lyapti deb. Misol uchun, menda ham bo'lgan, qila olamanmi, yo'qmi, o'xshaydimi, yo'qmi, misol uchun Minskga ketsa nimaga o'xshamayapti, men rostdan ham balki bu sohani tasharman degan narsa menda ham bo'lgan. Kimdan so'ragan bo'lsam, hammasida bo'ladi. Ba'zilar o'sha narsasiga chidamasdan tashib ketadi. Ba'zilar qiladi. Men ham o'sha boshida, o'sha boshdagi 1-2 yillik ichida bir necha marta chiqib ketib, bir necha marta qaytib kelganman. U bo'ladi. O'sha qaytib turib yana harakat qilgan odamlar bo'ladi. Lekin o'sha paytda chiqib ketgan odamlar yo'q hozir. O'sha umuman boshqa sohada yoki umuman tradingga aloqasi yo'q. Shunaqa, misol uchun boshida sirazi aytaylik, nima deydi, to'g'ri qo'yish kerak edi. Qisqagina 1-2 oy emasda, misol uchun qo'ying, 6 oy davomida to'liq sohani tushunaman, keyingi 6 oyda misol uchun pul yo'qotmasdan ishlashni o'rganaman, keyin stabilga chiqaman, ya'ni kattaroq narsaga nisbatan kattaroq vaqt qo'yingda. Men o'zimda ham bo'lgan, katta narsa xohlab turib, kichkina vaqt qo'yib qo'yganda keyin stressga tushib o'tirasiz. Ko'pchilikda pul ishlamaganingizgacha anaqa bo'lmas ekan. Robotda haqiqatan pul yechganim uchun $200 ko'rganimdan keyin, voy realni ekan-ku, deb o'sha qiziqish ortdi. O'sha boyatgandek ishlasang bo'lar ekan. Pulni olib qo'lingga ushlagandan keyin ishlasang bo'lar ekan, topsang bo'lar ekan. Значит, bular aldamayapti. degan anaqa keldi. Hozir 1200 turibdi-yu. Malikada bilmayman, endi $400 $500 har xil monobloklar bor. So'rab ko'rsangiz, HP-larniki har xili bor. Misol uchun 1200 bo'lsa 500 ni yeching, 700 qolsin. 700 ishlayversin, $500 ga o'ziga monoblok, misol uchun oddiy mishka 200 ming so'mga beradi, mishka bilan anaqa qo'shgan, uni misol $300 ga berishi mumkin yoki maksimum zo'rini $400-500 ga beradi. Bo'ldi, o'tirasiz, ras shu maqsadmi? Hamma aytgan narsani qilib chiqavering. O'shanga yarasha, maqsadingizga yarasha kattaroq vaqt qo'ying-da. Ana bir oyda qilaman deb turib, o'zingiz qiynab turib, keyin voy qila olmadim deganda, undan ko'proq vaqt qo'ying-da, o'sha vaqt orasida faqat o'qing. Undan keyin kichkina shot bilan ishlab, keyin qilib borsangiz bo'ladi. Chunki hozir misol uchun 1 oy, 2 oy qo'yib turib, hali yetib bormasdan turib real shot qilib, uni minus qilib, keyin undan foyda yo'q-da. Uzoqroq vaqt, uzoqroq srok bilan harakat qilsangiz. Da. Robot aralashmaydi, o'zi ishlaydi. Ha, bu o'zlari ishlashini aytyapman. Ha, o'zlari ishlashini. Unda robot ishlamaydi. Yo'q, unda robot o'zi 100% avtomat, u отдельно ishlaydi. Birinchi o'zi emotsiyasini birinchi yengishni o'rganish kerak. Da, birinchi shuning uchun aytyapman, misol uchun birinchi yo'qotishga tayyor bo'lgan summasi, misol ko'pchilik yo'qotishga tayyorman, yo risk ko'taraman, $1000 yo'q, shart emas, $50 tiqing. $1000 da ham his qilasiz o'sha, $50 da ham his qilasiz. Prosta eng kichkina 0.01 ochib ko'ring. Boshida birinchi ochib ko'ring, farqi yo'q, tepaga ketadi, pastga ketadi, prosta oching. Qarab o'tiring, his qiling o'sha narsani. Yozing, misol uchun nima his qilyapsiz? O'sha narsani nima deydi, boshqarishni o'rganing, ya'ni ochiq savdo turibdi, minusda turibdi, o'zingizni emotsiyangizni boshqara olishingiz kerak. Yoki plyusda turibdi, o'zingiz o'sha plyusdagi savdoni bu yetib borguncha usha olishingiz kerak yoki normalniy profitda yopib yuborishingiz kerak. O'sha narsalarni o'rganasiz, undan keyin bo'lsa bo'ladi. Misol uchun aytishim mumkin, ko'pchilik boshida ko'proq real shotni o'rgansang yoki ko'p pul tiqsang, birdaniga zo'r bo'lib ketadi. Yo'q, bilim bo'lmasa, yo'q. Uni realniyatini aytish kerak, to'g'risi. Shunaqa. Hozir aka bu robotni ishlab turib, bu o'zini birinchi o'zini qilish kerak. Moslashtirib olish kerak. O'sha bitta real shot ochgandan keyin o'sha mana robot ishlayotgan paytda o'qigan bilimini keyin o'sha tiqsa, Shunaqa.
o'sha biladiki nima qanaqa paytda hozir siz man tushunishim bo'yicha o'sha nima qanaqa paytda ko'tariladi, nima qanaqa paytda Shunaqa. tushadi. O'sha narsani aslida bilsa unagacha qiyinlik narsasi yo'q ekan. O'sha narsani bilgandan keyin o'sha sekin-sekin o'sha ko'tarilib ketaveradi. Shunaqa. Baribir tushum bo'ladi, iloji yo'q. Anaqa qilish kerak, misol emotsiyaga berilmasdan, boshqa narsa qilmasdan asosiy fokus yo robot o'zi ishlaversin. O'sha aytgandek 500 ni yeching. Anaqaga kiriting o'zingizga. O'tirasiz, misol kompyuter, stol qilib o'tirib turib, bor fokusi faqat bilimga. Hozir agar sizga savdo qiling $50 desa, misol uchun $100 yoki qanchadir summada desa, siz ana plyus minusi bo'ladi-yu, siz aytdi darsingiz ham, kitoblaringiz ham qolib ketadi-da, siz kuni bilan shu kirib ketadi. kirib ketasizda, keyin o'tda ozgina minus bo'lsa, savdoyingiz mamyodagi bilim olishingizni buzib qo'yadi. Shuning uchun avval to'liq tushunib oling, undan keyin o'ting, to'g'ri bo'ladi. Misol uchun bilmagan biznesingizga birdaniga olib borib turib, sherigingiz yoki kimdir misol uchun do'kon ochamiz yoki nimadir qilamiz desa tiqib yuborib turib, любой biznesda men ko'rganman. O'zimiz ham qilganmiz yo boshqa narsalarda ham $10,000 biznes degan joyda $20,000 ketadi. Yashashingiz uchun yana $10,000 zaxira bo'lish kerak. $10,000 biznes boshlash uchun 30,000 pulingiz bo'lishi kerak. Ancha pul. U даже bitta katta uy beradigan pul ketdi-da, oddiy o'sha ofis remont uchun. 2 barobar kam rasxod hisoblangandi lekin. Lekin hozir ham ketyapti, o'sha ishchilarga sharoit yoki boshqa narsa uchun hozirgacha ketyapti. Bunda ham shunaqa. Shuncha avval zo'r o'rganing, yo'qotmaslikni o'rganing, undan keyin ketaveradi yo. Etap-etap. Shu shotingiz savdo qilyapsiz, itoga misol uchun plyusga chiqib ketmasa ham, lekin minus qilmayapsiz. Muhimi shu. Agar siz mana shu aytaylik $1000 balansda ishlab, $1000 balansda 1 oyda yoki 2 oyda ham $1000 balansingizni yo'q qilib yubormasdan ishlay olyapsizmi? Siz daromadga chiqa olasiz. Faqat 1-2 ta xatolar bor, o'shani olib tashlash kerak tamom. Birinchi target shu yo'qotmasdan ishlash, ikkinchi target keyin profit. Bo'ldi. Shu aytgandek boyagina yeching, ma'lum qismini o'zingizga o'sha monoblokini oling, o'tirib ishlang. Bo'ldi. Ko'zingiz ortmaydi, anaqasida deysiz. Ko'p o'tiradi deysiz. Misol uchun ko'p vaqt o'tiradi, ko'radi, chunki statistikaga ko'p vaqt ketadi. Ko'zi ortmaydigan, uzoq vaqt o'tirib ishlashga. Shunaqa. Birinchi o'rinda hozir bu vaqtida 1 minutlik time frame. Ko'rib chiqish kerak. Ko'rib chiqish kerak. Ko'nikasiz. Bular endi oltinni ishlayman deydi-yu, qaysi instrumentda ishlasangiz o'shani ko'rib chiqsangiz, nima deydi? Sodda qilib aytganda miyangiz ko'nikadi o'sha narsaga. Birinchi kun bilinmaydi. Misol uchun birinchi 2 haftada bilinmasligi uchun 1 oylab kuzatasiz-u. Real time'ni har kuni kuzatib boravering. Prosta ishlamaysiz. Kuzatib boring. Prosta tushdi, nimaga nisbatan tushdi? Qayta to'xtab qoldi-da, qayta teskari burildi. Shunchaki kuzatib boring. 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi, 3 oy o'tadi, o'shani xarakteriga moslashasiz. Plus siz 1 soatlik time frame'ni ko'ryapsiz-ku? Уже bilasiz, mana shu vaqtga to'g'ri kelib qolyapti, hozir nimadir bo'ladi. Men MyFixbookda yangilik bor ekan, qizil yangilik, nimadir bo'ladi. O'sha narsalarni ko'rib boraverasiz-ku. Miyangiz shunga ko'nikadi. Impuls bo'lib ketsa, ana emotsiyaga berilib, voy ketib qoldi, tushib ketdi demaysizda. Keyin misol uchun impuls bo'lib o'tib ketsa, o'tkazib qo'ydim deb o'ylamang. Bu bizdan ancha oldin ham bo'lgan. Shu misol uchun mana shunaqa grafikli ko'rinishda 70-yilda ham bo'lgan. O'sha elektron birinchi kompyuterlar boshlangan shunaqa grafikli ko'rinishda telegraflarda chizib chiqaradigan qilib turib tarzda bo'lganda, hozirgacha ham bor, undan keyin ham bo'ladi. Baribir insoniyat bormi, ular orasida qandaydir tovar xomashyo ayirboslanadi. Baribir yashash uchun siz nimadir ishlab chiqarasiz, boshqa odam nimadir ishlab chiqasiz. Misol uchun siz kartoshka ekasiz, boshqa odam chorvachilik go'sht hosil qiladi. Unga kartoshka kerak, sizga go'sht kerak, almashasiz. Ayirboshlash. Xuddi shunaqa bu yerda ham talab taklif bor. Insoniyat bo'lsa, bu bozor ham ketaveradi. Instrumentlar o'zgarishi mumkin, lekin davom etaveradi. Qisqacha shunaqa. Xo'p. Agar savollaringiz bo'lmasa tugatamiz. Sizlarni ham endi ortiqcha bezovta qilmaylik. Kecham bo'lib qoldi. Rahmat. Mayli, sizga ham rahmat. Charchamang. Ovora bo'lib kelganingiz uchun rahmat. Kattakon. Sizga ham rahmat, chunki vaqt ajratganingiz uchun. Sog' bo'linglar, rahmat. Shu aytilganidek qilib ketaverasiz. Xudo xolasa. Supportga yozasiz. Supportga yozsangiz, yangi AI boti ham ishga tushganda, support jonli Umid aka bo'ladi. Plus AI botida misol uchun sizda yozuvli xabarlaringiz bor, yozuvli xabarlaringizga yozuvli sun'iy intellektda yozuvli javob ham beradi. Misol uchun kechqurun kallangizga nimadir kelib qoldi, u nima, bu nima desangiz, 10 ta savolingizdan 8 ta 9 tasiga javob beradi. Insondan ko'proq tezroq javob beradi-da, ana prям internetdan tortib beradi sizga. To'g'ridan to'g'ri sun'iy intellekt. Siz bilan odamdek gaplashadi.
Support xizmatdan uni so'rab ulab olishingiz mumkin. Ulab olganman. Ha, ulab olgansiz? Uni reysga ulab qo'ydilar. Ha, sразу yozib so'rasangiz, u nima, bu nima, bar nima, sham nima, trading nima desangiz, sizga o'zbekcha savol tashlaydi. beraversak bo'ladi. Ha, savol bersangiz, mana savol berib qo'ying, nimaga qodirligini bilasiz-ku. Ha. U bilan mana shu mavzuda gaplashib o'tirsangiz, u siz bilan gaplashadi, sun'iy intellekt. U butun global dunyoni bilimidan tortadi u. Butun globalniy internet tarmog'idan tortib beradi sizga. U yoqdan jonlini ham olib ketaverasiz. Mana bu narsalarni ham shundan ham ko'proq narsa Ha. Beradi, prям globaldan tortadi. Misol uchun, support xizmati kechqurun uxlayotgan paytda prям bular AI botga bersa, u javob beraveradi sizga. Shunaqa bo'ladi. Bo'lmasa tugatamiz. Mayli, rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p.